Mijozimizni ishlarni deyarli yakunlab oldik. Ko'rishingiz mumkin, faralar kley holatda, oblisovkalarda qora bir narsalar yopishgan holatda keladi. Pokiza qilib, o'zini zavodskiy holatiga to'liq holatda xromlarni ham ko'chirib, tozalab, chiska qilib berdik. Orqa tomonlari, eshik taglari hamma zavodskiy holatga qaytdi xullasi. Krugovoy tonirovka bo'ldi. Orqa tomonlari o'sha IKM brendidan 120 talikni urdik. Keramik effektlarga baho berib qo'yasizlar. Ichidan ko'rsatishni deyarli yo'qotmadi. Oldi sferasiga qaytadigan bo'lsak, oldiga ultrafitni qora sonsiz zashidasidan urib berdik. Kantovkalarga baho berib qo'yasizlar bitta o'g'ala. Yorug'lik o'tkazish 70% dan pastlab ketmadi. 70% chiqdi. Bemalol standartga javob beradi. Oldi laboylari ham 71% yorug'lik o'tkazib turibdi. Endi tonirovkamiz, ya'ni sozlashlarimiz turishiga o'zingizlar kommentariyada bitta baho berib olasizlar. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol taklif qila olamiz. 100% sifatli qilib ishinglarni bitirib beramiz. Xabaringlar bor. Gel bilan ashlitdi mana. Xudo xolasa 5 tochka bezniki va burchoqlari. Top-toza kachsinni qilib ishni bitiribdi. Kelasiz, lokalarimiz xonasi xizmatingizda. Ajoyib chiqdi, nihoyatda yoqimli.